Assalomu alaykum Samarqand. Boylar shahri, millionerlar shahri. Mayli, ozgina bo'lsa ham kayfiyatlar ko'tarilgan bo'lsa xursandman. Bitta gapni aytish kerak. Men boksda niktoman. Hali hech narsani qoyillatganim ham yo'q. Kerak bo'lsa 1-2 urishda ham to'g'ri bilmayman. Lekin sport hamma uchun. Sport men uyalmayman. Kimdir aytadi, uyaltiryapsan, MMA'da uyaltiryapsan, endi boksdimi? Kimlar uyalsin? Ana shu har xil bir vatanni sotganlar, jinsini o'zgartirganlar, o'shalar uyalsin. Men hech qachon uyalmayman. Men sport targ'ib qilyapman. Kommentlarda yozilyapti-da, oxirgi jangdagi mag'lubiyatdan keyin kim eding-u, Odilxon kim bo'lding deb. Kanalga kechiringlar. To'g'risi, noldan chiqqan oddiy bolaga qolaversa, to'yga yaqin bo'lgan bo'ydaqa nima deydi, orqaga ketish ozgina bo'ladi, Shohjahon akam aytgandek. Lekin sizlarga va'da beramanki, chiroyli g'alabalar qilib, boksda ham, MMA'da ham Odilxon nomini hali juda ko'p eshitasizlar. Shohjahon aka, kattakon rahmat aka, shunaqa imkoniyat berganingiz uchun. O'zbek sportida, o'zbek boksida sizning o'rningiz juda ham katta. Kimdir tan oladi, kimdir tan olmaydi. Sizga o'xshagan boksyorlar kim shunaqa agitatsiya qilib, kim shunchalik ko'taryapti? Dushmanlaringizga aytsin aka. Ashkur Muhammad aka, assalomu alaykum. Rahmat. Xullas o'rtoqlar, hamma yaqinlarimizga rahmat. Har doim aytadigan gapim bor. Ona, biz uddaladik. O'zbekiston, hammaga rahmat.